Muhtaram prezidentimizni tarixni bilmay turib oldinga rivoj bo'lmaydi degan gaplari bu juda ham tarixiy gaplardir. Chunki biz tarixni qanchalik bilar ekanmiz, ota-bobolarimizni, ulug' ajdodlarimiz bilar ekanmiz, biz o'zimizga barcha ishlarimizni shunga qarab rejalashtirishimiz kerak, ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Men Yusuf Aliyev janobi Guliston tumani Yulduz mahalla fuqarolar yig'ini Iftixor ko'chasida yashayman. Yulduz mahallasi tarixini agar gapiradigan bo'lsak, Yulduz mahallasi juda katta tarixga, uzoq yillar tarixiga egadir. Mahalla 1934-yili 10 kishilik insonlar bilan Yulduz mahalla qishlog'i paydo bo'lgan. Yulduz mahalla qishlog'i paydo bo'lishidan oldin odamlar kelib dehqonchilik qilgan. Asosan bu qishloqqa 1934-yilda Andijon viloyatidan 10 nafar fuqarolar kelib, 3 oila, 4 oila kelib yerda yashagan va umr urazon qilganlar. Keyin bu qishloq bu joyni og'iri bo'lgani uchun ayrimlari qaytib ketganlar. Shunda bir hurmatli ulug' insonlar kelib, sizlar bu ishni qilmanglar. Sizlar keldilaringmi? Endi bu qishloqning nomini qaytmas qishloq qilamiz deb shu 1935-36 yildan mana shu hozir men aytib turgan Yulduz qishlog'i qaytmas qishlog'i bo'lib nomlangan. Va shu yerda shu Andijondan ko'chib kelgan insonlar muqim yashab qolgan. Ana shu agar shu 34-yil 10 nafar insonlar bo'lgan bo'lsa, hozir shu qishloqda taxminan 3000 ga yaqin aholi yashamoqda. Ana qarangki, tarixni bu qishloqda asosan bu qishloq 34-yildan keyin 35, 36, 40, 45-yillardan keyin urushdan keyin bu qishloqqa Zomin tumanidan va Baxmal tumanlaridan fuqarolar ko'chib kela boshlagan. Chunki bu cho'lga kelish juda ko'p odamlarning havasi bo'lgan. Cho'lga kelib ishlash. Shu yerdan o'zlari hayotlarini cho'lga bag'ishlab, shu yerda dehqonchilik qilish masalasi bo'lgan va shu yerda shu yillari Qizil Yulduz deb nomlangan qishloq paydo bo'lgan. Qaytmas qishloqdan keyin Qizil Yulduz bo'lgan. Bu taxminan 1958-yilgacha Qizil Yulduz qishlog'i bo'lgan. 1958-yildan keyin Yulduz qishlog'i bo'lib nomlangan. Bu qishloqda asosan andijonliklar, farg'onaliklar, baxmalliklar, zominlik keyin insonlar yashab, mana shu hozir taxminan qishlog'imizda 1000 ga yaqin oilalar yashab kelmoqdalar. Qishlog'imizning asosiy xalqi dehqonchilik bilan shug'ullanadi va chorvachilik. Qishlog'imizda taxminan xalqimizning tomorqasidagi yer maydoni 50 gektardan oshiq bo'ladi. Asosan bu tomorqaga pomidor, bodring, ko'kat va poliz mahsulotlari ekishadi. 100 dan oshiq xonadonlarda issiqxonalar mavjud. Asosan xalqimizning draveri sabzavotchilik bo'lgani uchun juda ko'pchilik xonadonlar mana shu masalaga e'tibor beradi va issiqxonalar qurib kelmoqda. Mahallamizda juda ko'p fuqarolar o'zlari juda tadbirkor, o'zlarining barcha ishlari bilan tadbirkorlik qiladilar. Qishlog'imizda duradgorlik bilan shug'ullanadigan insonlar juda ko'p. Qishlog'imizda temirchilik bilan shug'ullanadigan insonlar ko'p va avtomobil bilan ta'mirlash bilan shug'ullanadigan insonlar, fuqarolar bo'lib, bular mahallaning va shu katta yo'lga yaqin bo'lgani uchun o'zlarini munosib hissalarni qo'shmoqda. Mahallamiz yoki qishlog'imiz shimol tomondan Guliston tumani Zarbdor mahallasi bilan, bu Kunchiqish tomonidan, sharq tomonidan Saybobod mahallasi bilan
janub tomondan Bayovut tumanini Sharob Rashid mahallasi bilan, endi g'arb tomonidan Guliston tumanidagi Mevazor mahallasi bilan chegaradosh. Mahallada barcha amalga oshirilgan ishlar mahalla raisi tomonidan, mahallaning yettiligi tomonidan ishlarni boshqarib bormoqdalar. Mahallaning yettiligi juda ham hozirgi kunda ishimizning barakasini, ishimizning rivojini, ayniqsa kam ta'minlangan, sharoiti og'ir, yakka yolg'iz, kam quvvatli, o'zgalar muhtoj, o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan insonlarga juda katta amaliy yordam bermoqdalar. Bu yettilik doimo har kungi faoliyati mana shu muhtaram prezidentimizning kambag'alchilikdan farovonlikka sari yo'lini davom ettirmoqdaki, barcha ishlarini ana shularga qaratilgan. Barcha yurtdoshlarimni, Sirdaryo viloyati mahallada yashayotgan fuqarolarni bahor oyi kelish munosabati bilan ko'chalarni, xonadonlarni, ish joylarini obod qilishni, ayniqsa yashil makonga katta e'tibor berishni iltimos qilgan bo'lardim. Har bir xonadon kamida 10 tadan meva daraxti ekib, uzum daraxtini ekib, ekishlarni iltimos qilgan bo'laman. Qanchalik biz obod bo'lsak, qanchalik biz obodlanishga e'tibor bersak, shuncha bizning farovon yashashimizga zamin yaratiladi. Bu shuning uchun barchalaringizni obod mahalla, obod ko'cha, obod uy, obod xonadon tamoyiliga amal qilishni so'rab qolgan bo'laman.